Konuşmacımız dediğimiz gibi Kırgızistan'dan Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Begisan Ahmedov. Begisan Bey bize Rumi ve Nevai'nin manevi tecrübesi ve eserlerinde fena fenomeni, aşk-ı ilahinin transandantal boyutu başlıklı bildirisini sunacak. Hocam söz sizde. Buyurun. Assalamu alaikum sayın beyefendiler ve hanım beyefendiler. Bu programı düzenleyen sayın hocalarım ve diğerli katılımcıları, hürmetli anjuman iştirakçıları, hikmet egeleri ve muhabbet talabidagi azizlar, bizga muhabbatni o'zi orqali o'rgatgan Robbimizga hamd-u sanolar bo'lsin. Hazreti Mevlana Rumining tasavvuf yo'lidagi yuksalishi Shams Tabriziy bilan uchrashuvdan boshlanishi hammamizga ma'lumdir. Bu uchrashuv uning qalbini yondirdi, ilm donlikdan muhabbat sari, fikriy ustuvorlikdan ruhiy maqom sari yetakladi. Mavlono ilgari fikr va aql sohibi edi, ammo Shams bilan uchrashganidan so'ng qalbida muhabbat shu'lasi porladi. Uning ta'limoti nafaqat she'rida, balki uning samo va sukutdagi holatlarida ham fano va ishqni mujassam qilgan. Men tanlaguvchi emasman, men tanlanganman. Muhabbat meni tanladi va men yondim. Masnaviy Mavlono Rumiyning ruhiy Qur'oni sufiyona sharhi sifatida hammamizga ma'lumdir. Unda nafaqat ilohiy muhabbat, balki fano maqomiga yetkazuvchi ruhiy safar tasvirlanadi. Bir hikoyada Mavlono bunday dedilar: sen havo kabi bo'lgin, idishga solib bo'lmaydigan, uyga qamab bo'lmaydigan, sen faqat uda borsan, haqiqat mavjudsan. Fano Mavlono Rumiyda shakllarning yo'qolishi, ma'nolarning ochilishi, so'zning sukutga aylanishi va menlikning o'likka aylanishidir. Rumiyning devoni Shams asarida muhabbat shunday holatda tasvirlanadiki, u aqlni ham, so'zni ham, mantiqni ham yengadi. Uningcha muhabbat bu shunday olovki, u hamma narsani yoqib yuboradi, faqat haqiqatni qoldiradi. Poklanmagan qalbda nur bo'lmas, ishqsiz yurakda sukunat bo'lmas. Mavlononing fano konsepsiyasiga ko'ra, inson Allohni sevib shunday bir hadga yetadiki, unda o'zlik qolmaydi, faqat u qoladi. Buni u men sevmayman, u sevmoqda, men yo'qman, u menga aylangan deb ifoda qiladi. Mavlono Navoiyning tasavvufiy kamoloti haqida gapirsak, Hazrati Navoiy tasavvufni shunchaki nazariy ta'limot sifatida emas, balki shaxsiy ruhiy sarida ham amal qilgan. Uning Lisoni Tayr asari Shayx Attorning izidan borgan holda ishq va fano orqali ma'rifatga intilish sayohatidir. Asarda qushlar ruhlar, Simurg yagona haqiqat va Malik Alloh ramzida tasvirlanadi. Har bir qushning aytishlari orqali inson nafsidagi nuqsonlar, ma'naviy to'siqlar fosh qilinadi. Bulardan voz kechib, mendan voz kechilgandan so'ng haqiqiy fano unda hal bo'lishi mumkin bo'ladi. Navoiy ishqni ikki xilda tasvirlaydi: zohiriy va botiniy. Uningcha zohiriy ishq fano emas, u vosita. Botiniy ishq Allohga yetaklovchi ravshan yo'ldir. Shuning uchun Hazrati Navoiy yozadilarki, haqiqiy muhabbatda jon yo'q, jonni bermoq bor. Alisher Navoiy Farhod va Shirinda ham, Layli va Majnunda ham ishqni axloqiy, ruhiy yuksalishning shakli sifatida tasvirlaydi. Ishq Majnunni Laylidan Allohga yetaklaydigan nurli ko'prikka aylanadi. Navoiyning fikricha, ishq va fano insonni oddiy bilimdan haqiqiy ma'rifatga olib boradigan yo'ldir. Hazrati Navoiy shunday yozadilar: 1000 yil dars desang bir nafas ishqqa yetmas.
Bunday qarashda fanoning mohiyati ilm, mansab, e'tibor va shaxsiy maqsadlardan voz kechib, Allohning huzuriga qalban yetishishdir. Uning bu holat faqat muhabbat bilan, qalb ichidagi yonish bilan bo'ladi. Buning ramziy ifodasi yonishdagi parvoz deb ataladi. Tasavvuf antropologiyasida fano insonning qalbidagi zulmat, nafs, g'urur, tafovut, xudbinlik kabi to'siqlarni yo'qotishdir. Bu holatda inson o'zining egosi bilan emas, haqiqati bilan yashaydi. Shuning uchun Mansur Halloj, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy uchun fano bu qutlug' yo'qolish, buyuk birlashishdir. Mavlono Rumiy fano holatini ruhiy muhabbatning natijasi deb bilgan. Uningcha faqat muhabbat orqali inson nafsini yengadi va Xudoning zotida yo'q bo'ladi. Mavlononing men shoir emasman, men oshiqman, oshiq fikr yuritmaydi, u yonadi degan so'zlari ishq va fano uyg'unligini aks ettiradi. Fors tilida yozgan she'rlarini foniy taxallusib ila imzolagan Alisher Navoiyning tasavvufiy merosida, ayniqsa Lisonut Tayr va Hamsada fano va ilohiy ishq tushunchalari chuqur talqin qilingan. Uning fikricha, fano faqat yo'qolish, balki ilohiy haqiqatni kashf etish vositasidir. Faqat oshiq o'z jonini muhabbatga bag'ishlab komillikka yetadi deb yozadi Navoiy. Uning oshiqning hokida atir bo'lur degan satri ishqning fano orqali baqo topishini ishora qiladi. Navoiy uchun fano bu ortiqcha zohiriy ilmdan poklanish, muhabbatda hal bo'lib haqiqiy ma'rifatga yetishishdir. Uning Shayx Attor, Xo'ja Hofiz va Abdurahmon Jomiy bilan ruhiy merosi hamda tarbiyaviy usullari ishq va fano tushunchalari bilan birlashib, ilmi muhabbatni shakllantiradi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, Rumiy va Navoiydagi umumiyliklar quyidagicha. Har ikki mutafakkir ishq va fanoni ruhiy yuksalishning sharti deb biladi. Har ikkalasida ham menlikdan voz kechish, nafsni yengish, muhabbatda hal bo'lish g'oyalari ustun. Ikkalasi ham tasavvufni she'r, ramz, iste'mol qilingan obrazlar orqali ifodalagan. Ikki buyuk daholardagi fikrlar asosan ikkita bo'lib, birinchisi Rumiyda samo va jonli jazba, Navoiyda timsoliy va ramziy so'zlash. Ikkinchisi Rumiy tajriba orqali, Navoiy bilim va so'z orqali fano holatini tasvirlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Rumiy va Navoiyning tasavvufiy merosi 21-asrda ham insonlar uchun chuqur ma'naviy ahamiyatga ega. Bu asrda globallashuv, ma'naviy bo'shlik va ekstremizm xatarlari ostonasida fano va ishq kabi tushunchalar insonni o'z ma'naviyatiga qaytaruvchi nurli mayoq bo'lib xizmat qiladi. Kel, kim bo'lsang ham kel, bu ishq yo'li hamisha ochiqdir deydi Mavlono. Faqat muhabbatda hal bo'lgan kishi haqiqiy inson bo'lur deydi Navoiy. Shu bilan Rumiy va Navoiy bizni fano va ishq orqali insonning haqiqiy o'zligini Allohga yetaklovchi qalb yo'lini kashf etishga da'vat qiladi. Mavlono Jaloliddin Rumiy va Alisher Navoiyning ruhiy va she'riy yo'li ilohiy muhabbat va yagona zotda yo'qolish, fanoning beqiyos guvohi bo'lib turibdi. Ularning so'zlari faqat she'riy obrazlar emas, balki inson bilan Xudo, oshiq bilan mahbub, men bilan sen, yer va samo orasidagi chegaralarni yo'q qiluvchi ruhiy tajribaning izidir. Ularning ta'limoti qalb dini, nur yo'li, o'z-o'zini yengish va ruhiy transformatsiya yo'lidir. Rumiy va Navoiy muhabbat haqida yozmadilar. Ular muhabbat bilan yashadilar, yondilar va o'zlari boshqalarga nur bo'lib qoldilar. Ularning amaliyoti samoda, she'rda, sukutda va jazbada ifoda etilgan. Bugun ham dolzarbdir. Ularning merosi zamonlar, madaniyatlar va qalblar o'rtasida ko'prikdir. Har bir talabgor qalbiga tushunarli tildir.
Navoiy va Mavlono Rumiyni tushunish uchun tarjimonni keragi yo'q. Ular qalb tili bilan gapiradilar. Bir konferensiyada Mavlono Rumiy haqida gapirib, olimlar tortishib qoladi. Biri dediki, Mavlono balta to'lgan Afg'onistonlik dedi, Afg'onistonlik olim. Turkiyalik olim aytadi, yo'q, bu bizniki, bu dunyoda yashagan, shu yerda ijod qilgan. Anna masala degan italiyalik olim aytadiki, bu nima deyapti? Bu Rumiy degani, bu Rim degani. Demak, u italiyalik dedi. Va shunda olimlar aytadiki, yo'q, Mavlono Rumiy bir chegara, bir geografiya yoki bitta xalqning chegarasidan sig'maydi. Ular butun odamzodning, butun yer sharining, butun odamzodning shoiri dedilar. 2 yil avval Bakuda bo'lgan xalqaro konferensiyada Ozarbayjon Fanlar akademiyasining prezidenti chiqib aytdilarki, Alisher Navoiyning birinchi vatani O'zbekiston bo'lsa, ikkinchi vatani Ozarbayjon deb. Shunda mana meni yodda o'tirgan muhtaram do'stimiz professor Vohid Turk so'zga chiqib aytdilarki, men boshqacha tushunarman dedi. O'zingiz aytingiz so'zingizni. İsa Halık Beyli, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı. Hocanın söylediği şeyleri söyleyince ben de Nevai'nin birinci yurdu bütün Türklerin gönlüdür, ikinci yurdu neresi olursa olsun önemli değildir demiştim, onu söylüyor hocam. Azizlar, men so'zimni oxirida ta'kidlashim kerakki, men 2 sababga ko'ra o'ziga xos noqulaylikni va odobsizlikni his qilyapman. Birinchisi, Mavlono Javonir Rumiyning muqaddas shahri bo'lgan Muborak Konyada ilohiy ishq haqida va fano haqida gapirishga jur'at qilganim uchun. Va ikkinchisi, mana Mavlono aytganlarki, mendan ko'pincha ilohiy ishq haqida so'raydilar, men javob beraman. Lekin o'zim shu holatga tushganimda aytgan so'zimdan yo'laman. Ikkinchisi, yana bir uchinchisi, Hazrat Navoiy o'zining piri bo'lmish Hazrat Jomiyni haqida gapirganda aytadilarki, Jomiyni filga o'xshatib o'zini Kumurskaga o'xshatadilar. Kumurska bo'lganda ham bir cho'loq Kumurska deb. Qarinja. Endi men kimman? Men bu yerga sizlardan eshitgani, tinglagani kelganman. Mavlono aytmoqchi, "Mo baroyi vasl kardan omadi. Na baroyi fasl kardan omadi." Men bu yerga eshitish uchun keldim. Ruxsat beringlar, shu yerda men so'zimni to'xtatib, sizlarning mavzularingizni tinglab, eshitib, huzur olay. Assalomu alaykum. Çok rahmet Begisan Ağay. Teşekkür ediyoruz Begisan hocama. Ana hatlarıyla kendi sunmuş olduğu özet kitapçığından Özbekçe malumunuz sundular. Birkaç cümle özetinden Türkçe dostlarla paylaşmak isterim, özellikle öğrenciler ve Özbekçe bilmeyenler için. Begisan Bey, Mevlana ve Şems-i Tebriz'in, Mevlana'nın Şems-i Tebriz'den önce karşılaşmadan önceki hali ve ardından Şems-i Tebriz'den sonraki halini kısa bir derleme yaptıktan sonra Mevlana ve Alisher Nevai'nin şiirlerindeki şiirsel manevi anlatımı üzerinde durdu. Sembolik bir dil kullanarak ilahi aşkı tasvir ettiklerinden bahsetti ve her iki düşünürün de fena konusundaki tasavvufi anlatımlarına dikkat çekti. Mevlana'nın Mesnevisi ve Divan-ı Şemsi, yani Divan-ı Kibir'deki şiirleriyle beraber Nevai'nin Hamsesi ve Lisan-ı Tayr eserlerinin bir kısmen fena anlamda karşılaştırmasını yapmaya çalıştı. Ayrıca Mevlana ve Alisher Nevai'nin eserlerinin sadece şiirsel ya da estetik edebiyat açısından değerlendirilmemesi gerektiği, bu anlamlı oldu ama sadece bunu bu şekilde bakılmaması gerektiğini, her ikisi de fikirler açısından güncelliğini koruyan ve manevi bir yol olarak günümüz insanının
ayrıştırma, kriz ve ruhsal ızdıraplarına çare olabilecek fikirleri barındırdığından bahsetti. Tekrar kendisine hem hoş geldiniz der hem de teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, hemen